Sizlarga mana yozgi topda bir qator tushuntirib beraman, juda ko'pchilik bu qilishyapti. Bir mahal yeyapti mana shu aralashmadan. Nimaligini aytib o'taman hozir. Janob. Buni ichida haqiqatda juvori bilan mosh ko'proq, makkani maydasi kamroq, keyin guruch ko'proq aka-ukalar. Xullas, qanaqa tushuntirsam bo'ladi. Mana 3 kilo juvoriga 1,5 kilo mosh sinig'i-yu, keyin 1 kilo guruch, 1,5 kilo bug'doy, 1,5 kilo makkani sinig'ini aralashtirib qo'ysalaring, 1 kilo yetadi makkani sinig'i yoz kunida. Mana shunda biz bir mahal to'ygunicha yeyapti, mana yozgi topda, keyin shu 30 gram, 40 gram go'shtini ko'p qilib beramiz. Bo'ldi. Shu bilan kechib qo'yadi. Ammo suvni aka-ukalar to'l mahal 5 mahal uryapman. Suvda. Kunduzi ham 3 mahal shunaqa urilsa, kechib qo'yadi kataga bitta olib kirishimda bitta, yana kelib turib og'at yeyishdan oldin bitta. O'ziga o'zini quritib oladi, formaga yaxshi tortiladi aka-ukalar. Bu videoda xolos boqaman degan aka-ukalarimizni yozgi topda juda ko'pchilik so'rab turishadi. Mana tushuntirib berdim. Xudo xolasa bir slashini ham chiqarib beraman video qilib, like deb bosib tarqatib qo'yasiz aka-ukalar. Obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Sizlarga qo'shimcha, xo'rozning semiz, terisi tay o'zi yog' bosayotgan bo'ladi, semiz xo'rozda sarg'ayib ketadi. Guruch berib turasizlar. Ertalabiga 30 gram, 40 gram, 50 gram kechqurun aralashtirib, guruchni o'zini berib tursin, yog'ini oson teradi. Aka-ukalar, yana bitta qo'shimcha sizlarga.